Ko'ramiz. Bizga burchak zarbasidan boshlaymiz. Yaxshi bo'lardi. Xo'sh. Yomon emas edi. Skin the color of bark, clothes smelling like. Xayrli oqshom, kech hammaga. Bugungi futbol bir ajib bo'ldi. Sharh ham juda bir ajib bo'ldi va mana shu sharhning ma'lum bir daqiqasida kutilmagan bir holat ro'y berdi va bir chiroyli bir sarali sinimizni ekranda ko'rsatishganda men o'zim fikrimni bildirdim. Bu o'yindan ko'ra mana shu sinimizni ko'rsatsanglar yaxshi edi. Hozir mana otalari va akalari bilan birgalikda kelishdi meni oldimga. Ijtimoiy tarmoqlarda bildirilayotgan fikrlar sinimizga biroz qattiqroq ta'sir qildi. Men shu fursatdan foydalanib ularning oilalaridan chin ko'ngildan addish uzr so'rayman. Ko'ngillariga tegib qo'ygan bo'lsa, chunki o'zimning ham qiz farzandim bor. Va bu holat qanchalik qattiq botganini men sezib bilib turibman. Va sizlardan shu narsani iltimos qilaman. Iltimos, bunaqa ta'rif qilmanglar bu narsani. Men o'zimni singlim ekanman, tanirkanman bu insonlarni, bu oilani. Shuning uchun, men ham bu oilani zashitasidaman.